Nativanning keçmişi. Abdori Mahira Ömer. Avazda Gülcimilem Ömer. Mazkur asar Abdurning qo'shilishi bilan ovozliq kitob saloni tarafidan ovozga elinib, ovozliq kitob salonida tarqitildi. Boshqa har qanday salon va turbatlarning o'z oldiga ko'chirib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Amgikimizga hurmat qiling. 3-qism. Qizim, Abdusalom bizning yolg'iz o'g'limiz. O sizning gapingizni qilayotgili uzun bo'ldi. Sizning bir singlingiz bor ekan-ku, siz uningdan ansirmang. Billa akasingiz bo'ladi. Abdusalom Noyi bozorda tijorat qiladi. To'ydan keyin sizlar Noyi bozorda tursizlar. Uynimi ep tayyorlab qo'ydik. Siz qanday qaraysiz, qizim? Abdusalomning onasining bu gapi bilan hammasi Nurimanning og'ziga qaradi. Nurimanga bir kun ichida yuz bergan bu ishlar xuddi tushdakli tuyulib, tushdan uyg'onsila g'oyib bo'ladigandek tuyuldi. U ichida shunchalik xush bo'ldi. Uni uyqudan bedor qilib, yuragiga ishiq o'tlarini sag'an o'tliq ko'zlarning egisi uning oldiga o'z oyiqi bilan kelgan tursa, bu baxtni Nuriman qanday murod qila olsin? Nurimanning hammasining qo'shilishi, Nurimanning boshlangishi bilan ularning to'yi kelar shanbaga o'rinlashtirildi. Hayotning qismatlariga nima degilik? Tegi tünügülla Nuriman o'tliq ko'zlarning ishqida oshiq beqaror edi. Bugun tunji sevgisi u yoqdan chechak ichib, bu yoqdan meva berish oldida turmoqda edi. Ularning to'yi bo'lib, uzun o'tmayla qaynonasi ularni Noyi bozordagi uyiga ko'chirib qo'ydi. Nuriman Paridanimi billa ep kelgan edi. Abdusalom Paridani bir kiyim-kechak do'koniga mal sotquchilikqa tanishtirib qo'ydi. Nuriman baxt ichida allaylanatdi. Olamdagi barcha baxt va xushallik uningga nisb bo'lgandek tuyulatdi. Yangi tutgan uyiga to'ymay qaraydi. To'xtamay tozlaydi, surtatdi. Abdusalom ishdan kelguncha barliq mehr bilan tamoq etib uni saqlaydi. Abdusalom Nurimanga nima olsa, Paridagimi shuni oladi. Uni o'z singlisidek ko'radi. Shunga Parida uningdan baxtli minnatdor edi. To'y qilib 3 oydan keyin Nuriman o'zida ko'rilgan benormallikni sezib, doktorxonaga berib, bo'yida qolganligini bilib, bax xushal bo'ldi va bu xush xabarni Abdusalomga yetkazish uchun uyiga chapdi. Nurimanning bo'yida qelishi bu oilaning xushalligini teg'imi avjiga ko'tardi. Qiyin anisi uning tilg'i tetadigan tamoqlarni tayyorlab, akilib berib turadi. Abdusalom bekor bo'lsa, uning yenidan neri ketmaydi. Nurimanning sezigi baxtli yomon edi. Nimali yesa, qilib yondirib, faqatla tamoq sinmaydi. Paridamu burunqidek sirtga chapmay, ochisining yegisi kelgan tamoqlarni etib beradi. Nuriman oxiri yengidi. U budruqqina bir o'g'il tuqqan edi. Endi Nuriman rasmiyli bu ailening e'tiborli malikasiga aylangan edi. Hammasi uning atrofida parvona bo'lib, og'zidan chiqqanni talqib beradi. Lekin ayning 15 aydin, 15 qorong'u degandek Nurimanning baxtli kunlari o'g'li Alqam 2 yoshga kirgan yili singlisi Parida tarafidan ostin ustin bo'lib ketdi. Abdusalom to'yuqsiz uyga baxtli kech keladigan. Nuriman nada yurganligini so'rasa, do'duqlab, taqqa-tuqqa javob berib, uxlab oladigan bo'lib qolgan edi. Nuriman dastlabda charchab qolgan bo'lsa kerak deb ortiq o'ylamadi.
Keyin uyga qaytmaydigan bo'lib olgandila, andin Abdusalomdan gumon qilishga boshladi. Faridamu pat-pat uyga qaytmaydi. Bu uning doimlik odati bo'lg'ashqa Nuriman ajablanib ketmaydi. Lekin Abdusalomga zodi nima bo'lgandi? Bir shanba kuni qaynonasidan telefon keldi. Qizim, alqamni elib, cho'ng uyga kelib, necha kun turib ketsanglar bo'pti-ekan. Bolani behli ko'rgimiz keldi, dedi. Nuriman ma'qul bo'lib, Abdusalom bilan Faridaga telefonda uqtirib qo'ygandan keyin cho'ng uyga keldi. Alqam cho'ng dadisi bilan cho'ng apisiga behli amroq bo'lib, bu uyga kelsalar qiyg'itib chepib, faqatla jim o'ltirmaydi. Kechqurun cho'ng apisi Alqamga u amroq to'g'u go'shi besib polo etib berdi. Alqam poloni yeb bo'lib birdam o'ynab uxlab qoldi. Nuriman qaynonasi bilan paranglashib o'ltiradi. Alqam tuyuqsizla yig'lab uyg'onib dadam debla turib oldi. U baq qizib ketgan edi. Nuriman Abdusalomga qancha ketimlab telefon qildi. Aytili edi. U oxiri qaynotasi bilan billa Alqamni elib uyiga mangdi. Ular uyga kirganda hamma uyning chirqi o'chik bo'lib, Nuriman Farida bilan Abdusalomning oyoqini ko'rib, ularning qaytib kelganligini bilib, hujrasiga kirib, chiroqni yoqdi. Hurmatli o'qirman do'stlar, bu asarning davomini anglamoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar davomliq ovozliq kitob salonida bo'lsin. Esinglarda bo'lsin, qo'llash sizlardan, tirishish bizdan. Mazmunlarimiz sizlarga yarg'an bo'lsa, do'stlar chemberiga ham bahrlab qo'yishni va ostidagi e'lonni chekib qo'yishni unutib qolmanglar. Sizlarning qo'llashinglar bizning taraqqiyotimiz.